Olib qo'yaman bolangni deydi, o'zing haydab boraman deydi, bolangni olib qo'yaman. Nechtasi shunaqa bor. Olib qolib uyda kelinni haydab borganlar ham nechta. Qaynona olib qola olmaydi, chunki qonunda er va xotin, ona va ota huquqdor farzandga. Bu yerda buvi, dodalar ko'rishib turish, tarbiyasida ishtirok etish, birga yashaganda nimadirlar bolaga nisbatan harakatlarni amalga oshirishi mumkindir. Lekin olib qolish prям onasidan, o'zi onalik huquqidan mahrum qilinmagan onadan qanaqa bo'lib qo'yish mumkin? Agar ona farzand bilan yashashlikka noloyiq bo'lsa va o'sha onalik huquqidan mahrum qilish kriteriylariga javob bersa, sud uni onalik huquqidan mahrum qiladi shundoq. Ana undan keyin uni olib unda ham otada qoladi, buda emas-ku. Bu keyingi o'rindagi huquqdor hisoblanadi. Ota va ona bor. Agar otasi o'lib ketgan bo'lsa, deylik, bo'lishi mumkin. Shunaqa buda qolgan farzandlarni ko'rganman. Yoki shunaqa holatga ona o'zi rozi. O'zi tashab ketadi. Bor hayotda shunaqa. Sud onada qoldirgan. Ikkita o'g'il, ota bilan ona ajrashgan, onada qoldirgan, lekin kichkina o'g'il hadeb qochib kelavergan otaga. Majburiy ijro byurosidagilar sud qarorini ijro qilish kerak-ku. Sud qarorida onada qolsin deb yozilgan. Ular keladi, bolani olib ketmoqchi bo'ladi, bola ketmaydi. Urdi, yiqit mashinalarga yopishadi, ketmaydi. Yana keladi, yana shu ahvol. Olib ketib qaysidir joylarda bosib olib ketib onasiga berishadi. Ertasiga bola yana qochib kelaveradi. O'sha aqlini bilgan bola-da, u kattaroq bola. Hech narsa qila olmadi oxirida. Bolani o'zi xohlab turibdi. O'zi qonunda 10 yosh degan bo'lsa ham, hozir 8-9 yoshda ham so'raydi-da, chunki aqlan rivojlanishi, o'zini ruhiy bog'langan odamini ayta olish fikriga, qobiliyatiga ega bo'lgan boladan so'raydi. Kimda qolasan degan narsa. Bolani xohishi birinchi o'rinda. Endi ko'pchilik menga aytadi, что qo'rqitadi yoki bir pul-mul narsa bilan bolani nima qilish oson-ku, ko'ndirish. Shunaqa qilsa-chi, yo'q, unda bolalar psixologini jalb qilish kerak. Suddan shu narsani iltimos qilsa, iltimosnoma kiritsa, sudga sud uni ta'minlab beradi. Ya'ni bola haqiqatdan ham ichdan hech qanaqa tazyiqsiz, hech qanaqa ko'ndirishlarsiz, hech qanaqa va'dalarsiz o'z xohishini ifoda etyaptimi shu holatda? Bolani holatini, ruhiy holatini tekshirib, fikrlarini, o'z xohishini haqiqatdan ham ifoda etayotgan tekshirish uchun bolalar psixologini jalb qilib bering sudga deb iltimosnoma kiritsa, sud buni ta'minlab beradi.